Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan tug'ruq alomatlari haqida gaplashamiz. Nima uchun men bu temani olib chiqdim? Sababi menga juda ko'p savollar shu temada berilyapti. Nima uchun? Chunki hozirgi kunda yosh qizlarimiz, yosh turmush qurishlari va yosh oilalar ko'payib ketganligi sababli ularda hali tushuncha yo'q. Tug'ruq alomatlari, tug'ruq belgilari haqida umuman tushuncha yo'q. Bular menga savol yo'llashyapti. Bundan tashqari qabulimga kelganda ham juda ko'p ayollarimizda bu haqida tushuncha yo'q. Shuning uchun men shu temani olib chiqishga qaror qildim. Kelinglar oldin o'zim haqimda qisqacha tanishtirsam, yangi obunachilarim uchun. Men Go'zal Axrarovna, 15 yillik stajga ega uzist, ginekolog, mammolog va reproduktologman. Tug'ruq alomatlari, ya'ni homiladorlik davrida ayol kishi o'tkazadigan muddat, ya'ni homiladorlik boshlangandan to 10 oygacha sanaladigan muddat homiladorlik davri hisoblanadi. Bu davr homiladorlikdagi davr o'sha 10 oylikda homilaning tug'ilishi bilan tugatilinadi. Homila tug'ilishi shu tug'ruq alomatlari qanday bo'ladi? Avvalambor tug'ruqqa tayyorlanishdan oldin hamma homiladorlarda tug'ruqni muddati, ya'ni homiladorlik davridagi muddatlari bor. Biza normada aytamiz 9 oydan boshlab, ya'ni 36 haftadan keyin ayollarda tug'ruqqa ruxsat beriladi. Agar tug'ruq alomatlari bo'lib qolsa, 36 haftagacha bo'lgan ayollarda tug'ruq alomatlari erta tug'ish xavfi bo'lsa, biz bularga ruxsat bermaymiz. Sababi hali homila tayyor bo'lmagan bo'ladi. Nima uchun? Hali homilaning yetilish darajasi, vesi va o'pkani yetilganlik darajasi normada bo'lmaydi. Shuning uchun biz maksimal harakat qilamiz. Tug'ruqgacha yetib olish uchun ayollarni tayyorlashga harakat qilamiz. Normada ba'zi ayollarimiz 36 haftada ham tug'ishadi. 36 haftada erta tug'ib qo'ydim deyshadi. Yo'q, bu erta tug'ruqqa kirmaydi. 36 haftadan donoshniy srok hisoblanadi. Ba'zi ayollarımizda 12 haftada homila tushishi yoki bo'lmasam 7 oylikda, 8 oylikda tug'ishi bo'lishi mumkin. Homiladorlik davrida ayollarimiz bilan ko'pchilik menga keladi. Patsientlarim 3 oydan keyin o'ylashadi, bo'ldi, meni homilam tug'ilmaydi, bo'ldi, anaqa matkamga yaxshi joylashib oldi, endi tushishi mumkin emas degan narsa bor. Bu savol noto'g'ri. Nima uchun? Chunki homila xohlagan paytida tushish belgilari bo'lsa, davolanmasa ayol kishi tushib qolishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin 5 oylikda ham bo'lishi mumkin, 6 oylikda ham bo'lishi mumkin, hatto 7 oylikda ham tug'ilib qolishi mumkin farzand. Agarda homila 7 oylikda tug'ilsa, biz yashab ketadi deymiz. Nima uchun? Chunki birinchi etap o'pkani yetilish darajasi 7 oylikda tugatiladi. Ikkinchi etap, ya'ni 8 oylikdan boshlanadi. 8 oylikda yashagan, tug'ilgan bola yashamaydi deymiz. Ularda hali oraliq protsesga tushib qoladi. Ya'ni o'pkani yetilish darajasi birinchi etapdan ikkinchi etapga o'tish jarayoni hisoblanadi. O'sha paytda 8 oylikka to'g'ri keladi. Bunda tug'ilgan bola yashamaydi. Endi tug'ruq alomatlariga kelsak, 9 oylikdan boshlab biz 41 haftagacha, ya'ni 36 haftadan 41 haftagacha bo'lgan oraliqda ruxsat beramiz tug'ilishiga. Agarda homila 41 haftadan o'tib ketsa, tug'ilmasa, tug'ruq yo'llari tayyor bo'lmasa, dard belgilari bo'lmasa, unda tug'dirib olishga yo'llanma beramiz. Agarda homila 36 haftada tug'ilsa, bolaning ahvoli, vesini qarab turib, tug'dirishga ruxsat beramiz. Tug'ruq alomatlari nimadan iborat? Birinchi belgisi bu bachadon tubini pastga tushishi, ya'ni qornini, homiladorlarning qornini qaraganimizda pastlashi hisoblanadi. Keyingisi bu bachadon bo'ynidan keladigan shilimshiqsimon vyudeleniya. Bu qachon keladi? Qachonki bachadon bo'yni ochilishni boshlaganda, o'zi dard kelganda bachadon bo'yni ochilishi hisobiga shilimshiqsimon pushtirang vyudeleniya keladi. Bu ham tug'ruqning belgisi hisoblanadi. Keyingi belgisi bu og'riqlar xarakteri. Og'riqlar qanday bo'ladi? Biz ajratib olishimiz kerak. Soxta tug'ruq bilan haqiqiy tug'ruqni dardini ajratib olishimiz kerak. Ko'pchilik ayollarimiz kelishadi, 36-37 haftada mana shu soxta to'lg'oq bilan kelishadi. Ular ajrata olmaganligi uchun, bilishmagani uchun kelishadi. Soxta tug'ruqda nima bo'ladi? Og'riqlar xarakteri juda kuchli bo'ladi. Ayol kishi chidamaydi, xuddi tug'ib qo'yaman deb o'ylaydi, lekin bu soxta to'lg'oq hisoblanadi. Xarakteri kuchli va intensivligi yuqori bo'lib, oralig'i juda qisqa bo'ladi. Ya'ni 2-3 sekunddan bo'lganligi uchun og'riq kuchliligidan ayol kishi yo tug'ruq kompleksiga yoki bo'lmasa ginekologga borib tug'ib qo'yaman deb o'ylashadi. Bu belgisi. Haqiqiy dardga o'tsak, haqiqiy dardda unda u darajada kuchli bo'lmaydi. Og'riq postepенно sekin kuchayib boradi. Ya'ni birinchi o'rtacha bo'ladi, chidasa bo'ladi ayollarimiz. Sekin oralig'i qisqarib, boshida 30 minutdan 20 minutdan 10 minut, oxiri 5 minutgacha tushadi. Og'riqlar xarakteri sekin kuchayib boradi. Boshida boshlangan og'riqdan sekin asta kuchayib boradi. Bu o'sha haqiqiy dard hisoblanadi. Bundan tashqari og'riqlar lokalizatsiyasi, ya'ni joylashuvi qanday bo'ladi? Normada o'sha soxta to'lg'oqlarimizda og'riqlar qorinda prям qattiq toshga o'xshab og'riq beradi-da. Bular kuchliligi sababli tug'ib qo'yaman deb o'ylashadi. Haqiqiy dardda bo'lsa beldan keladi, qovoqqa qarab og'riq beradi. Bu haqiqiy dardning belgisi hisoblanadi. Agar
agarda sizda ham tug'ruq alomatlari shunga o'xshash bo'lsa, unda siz tug'ruq kompleksiga borishingiz mumkin. Agarda siz haqiqiy tug'ruq bilan soxta tug'ruqni ajrata olmaydigan bo'lsangiz, albatta ginekolog ko'rikka borishingiz shart. Shunaqa foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qoling.